Assalomu alaykum. Uy-joy sotib olgan edim. Notariat tartibda tasdiqlangan shartnomamni vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazmay tursam bo'ladimi? Biz buni tavsiya etmaymiz. Sababi o'z vaqtida davlat ro'yxatdan o'tkazmaslik oqibatlari salbiy bo'lishi mumkin. Birinchidan, mulkning avvalgi egasiga qonunda belgilangan tartibda qandaydir cheklov qo'yilib qolsa, bu holatda kelgusida sizni ushbu ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazishingizga to'sqinlik qilishi mumkin. Bir. Ikkinchidan, qandaydir firibgarlik holatlari yuzaga kelishi mumkin. Uchinchidan, sizga nisbatan tegishli kadastr bo'limi tomonidan davlat ro'yxatdan o'tkazmaganlik uchun jarima qo'llanilishi mumkin. Shu holatlarda inobatga olib, sizga o'z vaqtida belgilangan muddatda davlat ro'yxatidan o'tkazishni tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.